Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar. Xo'p, ishti kunida ham quyosh chiqib, amallab, isinib, mana bular ham ishlayapti. Bizda esa ishlar qizg'in ketmoqda akalar. Bugungi yukimiz Andijon Sharxonga avvaliga oldingi klientlarimizdan kelishgan, ya'ni bu ko'rib turgan sariq apalopka, ya'ni orqasi sariqqa bo'yalgan, ichi bo'yalmaydi. Bu kolonna apalopkamiz, ya'ni 30 ga 30 bo'ladigan, 40 ga 40 bo'ladigan kolonna apalopka zakaz qilishgan edi. Bu yerda 10 komplekt. Ya'ni 30 ga 30 dan 3 metrligidan 4 komplekt, 1 metrligidan 2 komplekt, qo'yingki 40 ga 40 dan 2 ta komplekt, 3 metrlik, 2 ta komplekt, 1 metrlik. Jami 10 komplekt bo'lgan. Xo'p, hali ham odamlar tushunmasdan so'rayapti. Ba'zilar kecha telefon qilib olib, bu turbachalar nimaga qo'yilgan debdi. Aynan turbachalar hayrat o'tadigan joylarda tiniqligi, undan tashqari kerilib ketmasligi va aniqlik qilishlik sifatida bularni yonma-yon uzun qilib uzoqliklarni ham teshib qo'yganmiz. Bir-biriga tushmay qolgan holatda ham bu yoqqa o'rnab tushadigan holat bo'ladi. Xudo xohlasa juda ham chiroyli chiqdi. Keyin ba'zilar arzonroq chiqyapti, ba'zilardiki deyapti. Akalar, bir narsasiga e'tibor qilinglar. Mana bu 4 ga 4 profil, bunisi 4 ga 2,5 profil. Mana bu ichidagilar 4 ga 2 profil. Bular 1.7 tenadan qalinligi. Hop, list qalinligi ba'zilar aytayapti 2.8 minusovka deyapti. Unda ham to'g'ri kelaveradi. 2,5 to'liq desak ham to'g'ri kelaveradi. Ya'ni 2,5 to'liq listimiz rossiyskiy Magnitogorskiy MMK 1-sort list. Bundan tashqari qaranglar. Mana bu 4 ga 4 profilni o'rniga hozirgi kunda 1,5 stenaligidan ishlatyapti-da. Mana buni ham 4 ga 2, mana bu 4 ga 2 profildan qilishyapti. Arzonroq tushadi. Listini 2 ga 1 listdan qilishyapti. Bunda ham arzon tushadi. Ko'ringlar, narxini nimaga arzon ekanliklarini, sababini ozgina ajratib olsalar ham bo'laveradi. Raqobat bor, endi iloji yo'q. Raqobat bo'lgandan keyin men ishlarimda o'zim tushuntirishim kerak odamlarga. Ya'ni mana bu narsa 4 ga 2,5, mana bu narsa 4 ga 4, mana bu listi qalinroq. Akalar, sababi qimmatligining sababi shu narsa deb tushuntirishim kerak. O'shaning uchun har bitta videolarda alohida ta'kidlab aytyapmiz. Rossiyskiy MMK 1-sort list qilayotgan apalopkalarimiz deyapmiz. Profillarimiz, ishlatayotgan profillarimiz akalar, bu Toshkent turbinniy zavod, ya'ni O'zbekistonda yagona bo'lgan sertifikat, ya'ni eksportga chiqadigan bitta shu Sergeli turbinniy zavod profillarini ishlatamiz. Samarqand yoki Namangan, Chirchiq, bu yerlardan ham profillar chiqadi. Lekin O'zbekistonda eksportga boshqa, ya'ni Chirchiqnikidan boshqasi yaramaydi. Buni metal sohasidagilar tushunishadi. Bu yerda ishlar qizg'in ketmoqda. Zina apalopkalar, aravalar, apalopkalar, burchak apalopka, beton mishlokalar, ya'ni sezonga tayyorgarlik avjidamiz. Juda ham cho'tki ketyapti. Zakazlarni olyapmiz. Bu yoqda zakotovkalar bo'lyapti. Lazerniy stanokda kesilib, hamma narsa tayyorlanyapti. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Kaminterin qishlog'i. Pastdagi raqamlarga, ya'ni Shamsiddin Abdurahmonov deb chizsalaring, aloqadaman doimo. Faqat kunduzi akalar, kechqurun biz ham dam olamiz. Xo'p, sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqman. Mana hozir yetib keldi. Hayrat o'qlari. Mana shuna bitta olib bering. Nega? Hayrat o'qlar. Mana bu bir tomoni mana bir tomondan kiradida. Mana 30 santimetrlikka mo'ljallangan bo'lsa, 30 santik o'q bo'ladi va 20 santimetr rezbasi bo'ladi. 40likka 40 bo'ladigan bo'lsa, 40lik bo'ladi-da, rezbasi 20 bo'ladi. Mana shu tayyor o'q. Buni apalopkaga ishlatyapmiz. Asosan kolonnalarni ko'p ishlaydigan narsa. Gaykasi buni o'sha chetdan keladigan bu